Gülbalim gülbek kadar yetmoqdan. Qashqadaryoda haydovchi rulda uxlab qolishi natijasida ichki ishlar xodimlari ketayotgan mashinaga borib uriladi. Oqibatda esa 2 nafar inspektor bevaqt hayotdan ko'z yumdi. Aniqlik kiritilishicha, mazkur holat joriy yilning 6-aprel kuni viloyatning Muborak tumanida yuz bergan. Rasmiylar tomonidan taqdim etilgan xabarga ko'ra, inspektorlardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Uchinchisi ayni vaqtda davo muolajalarini olmoqda ekan. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida sudning 7-apreldagi ajrimiga ko'ra bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tayinlangan. Hurmatli haydovchilar, yo'lga chiqish oldidan o'zingizda charchoq his qilyapsizmi? Yaxshisi rulga o'tirmang. Bu orqali siz nafaqat o'zingizni, balki atrofdagilarning ham hayotini xavf ostiga qo'yasiz. Biz shu o'rinda xizmat vaqtida vafot etgan inspektorlarning oila a'zolariga, hamkasblariga hamdardlik bildiramiz.